Uzunligi 70. Juda ham chiroyli. Kiyganda yo'q deb turadigan kurtkalarimiz ketdi mana. Naturalniy чернобурка, bu orali koja naturalniy. Xudo xolasa kunlar ham sovuq boryapti. Imperiyada yangi kolleksiyalar kelishi davom etyapti. Hop, birinchi korobkamizni ochib ko'ramiz. Svetli rang mana kashmir paltolarimiz kelgan. Yoqalari naturalniy norka. Uzunligi 1.10 buniki. Undan keyin mana kapuchino rang paltolarimiz ham kelgan. Buni ham uzunligi xuddi shunaqa 1.10. Takoy stilni chiroyli qilib ishlangan. Buni ham yoqalari norka. Keyin buni plus tomoni yoqasi ham yechiladi. Tushunchali. Endi keyin korobkamizni ochib ko'ramiz. 1.10 uzunlikda tomli rangli paltolarimiz kelibdi mana. To'qroq svet. Buni hammasining ichida o'zini belbog'i bor. Buni ham xuddi shunaqa yoqalari yechiladi hammasi. Seravati ranglari ko'rishingiz mumkin. Buni ham uzunligi shunaqa 1.10. Bir xil aytadi-yu, paltolar uzun, mangan, xun turadi dedi-yu. Buni uzunligi juda zo'r, juda normalda. Xuddi shunaqa palto. Kashmir palto. Rangini qaranglar, juda ham chiroyli. Mana nurkalar bilan padmas bo'lib turibdi, ranglari chiroyli bo'lib. Xaki rang. Yoqasi naturalniy norka, zamsh material. Uzunligi 70. Juda ham chiroyli. Ochiqroq svetlardan keyin buni ham sizlarga ochib ko'rsatamiz. Bej ranglardan kelib turadi. Bu ham xuddi shunaqa zamsh material. Kiyganda juda ham chiroyli bo'lib turadi. Bagativ bo'lib. Xo'p, endi bu korobkamizni ochib ko'rsatamiz. Keyin xuddi shunaqa paltoni qora rangidan ham bor. Qora ham hadovoy rang, hadovoy svet. Buni qorasidan keyin buni ham xuddi shunaqa yoqalari norka. Juda ham issiq tutadi, keyin juda ham yengil. Kiyganda yo'q deb turadigan kurtkalarimiz ketdi mana. Bunaqa ranglardan kam qolgan edi. Mana xudo xolasa yana keldi. Hamma razmerlardan bor. Palto deysizlarmi, pol paltolar deysizlarmi, kurtkalar deysizlarmi, hammasidan xudo xolasa razmerlar yana keldi. Hamma razmerlardan bor. Oldi zamokli fasonlardan keyin materiali zamsh buniki. Buni ham yoqalari naturalniy norka. Endi bu korobkamizni olamiz. Bu korobkamizda mana yengilroq yosh qizlarimizga, kirildagi juda ham chiroyli tushadigan fason. Kashmir, yoqalari naturalniy norka. Kiygan juda ham bagativ bo'lib video turadi. Juda ham chiroyli narsa. Xuddi shunaqa seravati ranglari ham kelgan. Ko'rishingiz mumkin. Endi oxirgi korobkamiz qoldi. Buni ham ochib ko'rsatamiz. Yangi do'konimizga mana yangi kolleksiyalar, yangi modellar kelyapti. Buni ham ko'rishingiz mumkin. Buni qo'llari, undan keyin mana kapishonlari чернобурка, naturalniy чернобурка, bu yorari koja naturalniy. Bunaqa bardoviy, chiroyli kashmirlarimiz ham kelibdi. Boya ko'rsatgandik, ochiqroq svetlarni, mana bu to'qroq bardoviy svetlari. Buni ham yoqasi yechiladi. Endi ko'pchilik yoqasi yoqadi, ko'pchilik yoqmaydi. U muammo emas, yechsa bo'ladi yoqasini bemalol. Xo'p, xudo xolasa hamma korobkalarni ochdi, sizlarga ko'rsatdi. Yoqqanligiga umiddamiz. Bizning manzil eski Imperiya do'konimizdan 100 metr tepada. Oldingi ismi General Zohov 32-uy bo'lgan. Hozir Shumanay ko'chasi 32-uy. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammanglarni yangi Imperiya do'koniga kutib qolamiz.